Hayz paytidagi og'riqlarni turmushga chiqqandan keyin o'tib ketadi deyshadi. Nimaga? Xo'p, ba'zi bir nazariyalar bor. Masalan, bachadon o'ta oldinga yoki orqaga zagib bo'ladi-yu, o'sha paytda og'riqlar bo'ladi. Endi siz turmushga chiqqaningizdan keyin, homilador bo'lganingizdan keyin, bachadon kattalashib keyin, tug'ruqdan keyin uni zagiblar nisbatan bo'shashadi. Shuni hisobiga tug'ruqdan keyin og'riqlar o'tib ketadi degan ba'zi bir fikrlar bor. Qiz bolada hayz vaqtidagi og'riqlar normami yoki norma emasmi? Hayz vaqtida agar sizda belingizda yoki qorin pastida biroz og'riqlar bo'lsa, bu norma bo'lishi mumkin. Agar sizda og'riqlar kuchli, yotib qolishga olib keladigan, bukchayib qoldiradigan yoki dori ichishga yoki ko'ngil aynib qusishgacha olib keladigan holatlar bo'lsa, bu ba'zi bir kasalliklar belgisi bo'lishi mumkin. Qanday kasalliklar? Birinchi o'rinda sizda yallig'lanish kasalliklari bo'lishi mumkin. Ikkinchidan gormonal o'zgarishlar, uchinchidan magniy yetishma, eng og'iri endometrioz kasalligi belgisi bo'lishi mumkin. Agar sizda og'riqlar kuzatilayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda yallig'lanishga qarshi vositalar, fizioterapiya, magniy preparatlarini buyuramiz birinchi o'rinda. Agar sizda gormonal o'zgarishlar bo'lsa, uni to'g'rilaymiz. Agar endometrioz kasalligi bo'lsa, uni alohida e'tibor bilan davolashimiz kerak.